Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonlar, alhamdulillah mana bir yana go'zal ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Allohga shukr. Shu ishlarga bizni sababchi qilganiga o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Xo'p, qadrdon, joylarimizni razmerlaridan boshlaylik. Buradan xo'p 5 metrga mana bunaqasi eniga 320 shunaqa 3,5 metr. Mana bunday ko'rkam bo'lib, go'zal bo'lib, zontilari bilan juda bir ajoyib bo'lib, tabiiy granit toshdan qilindi. Inshaalloh juda go'zal bo'lib, ham juda uzoq yillar bekami ko'z bo'lib xizmat qiladigan bo'ldi, qadrdonlarim. Allohga beadad shukr. Mana nima deydi? Toshli ishni ham tugatdik. Hali toshli to'g'risi qilganimiz yo'q edi. Mana birinchisi ham alhamdulillah go'zal qilib bitkizdik. Svetlarni o'rnatdik. Har bitta qozonga bittadan alohida, zontina ichida alohida. Hozir hammasini yoqib ko'rsataman inshaalloh. Xo'p, qadrdon, birinchimiz 80 litr, 30 litr hamda 60 litrligimiz gazli plitamiz, mo'ykamiz, ozroq рабочий stol va albatta eng kerakligi mana bunaqa рабочий zona, ostrov. O'rtada mana go'zal katta bo'lib 1 metrga 2,20. Xullas eng katta vazifani bajaradigan stol bo'ldi. Mana shu holatda qadrdon. Bitta tomosha qiling. Lekin juda bir go'zal bo'lib, nihoyatda bir o'zimiz xursand bo'ladigan darajada bo'lib chiqdi mana. Erinmadi, bittadan mamlariga ham alohida, bularga ham alohida mehr berildi. Ishchalar atroflari juda alohida bo'lib mehr berildi. Xo'p, gazlarga mosladik. Gazlarga moslab qo'ydik. O'tin yoqadigan bo'ldi. Ish qilib hamma narsa. Xullas kalom hammasi yoqilaveradi. Inshaalloh. Ishchilarimiz ham ajoyibidan. Xo'p, hamasiga mana gazini yoqib qo'yganmiz. Bitta ko'ramiz qani. Vah. Garilga ham zo'ridan ekan. Ovozi bilan fassillatib berar ekan. Nihoyatda bir go'zal yonar ekan. Hozir pasaytiramiz. Juda videoni ovozini egallab yuboryapti. Xo'p, ana shunday go'zal holat, qadrdon, alhamdulillah. Shu holatiga xo'p 26 kvadrat, shunaqa 26-27 ga yaqin granit toshimiz ketdi. 14 kvadrat mana oq kafel devorga. Xo'p, 3 kvadrat qoradan va 8 kvadrat oq mozaika, 10 kvadrat qora mozaika olgandik. Ketdi hammasi. Xo'p, endi asosiy qism kulminatsion nuqta. Aytishni ham o'pladim lekin. Xo'p, mana svetlarni yoqamiz. Wow. Mashalloh. Shunday go'zal bo'ldi dekoratsiya bilan. Bu yerda menimcha ovqat qilinmasa kerak. O'tirib olib, choyni damlab, kresloni qo'yib olib, tomosha qilib o'tiriladi. Mashalloh. Xo'p, keyin mana buni qildik, mana har bitta qozonga. Xo'p, gazga, u qozonga, u chetdagi qozonga, bunisiga, hammasiga alohida. Xullas, shu qozonning ichida nima borligi ko'rinadi mana. Yop-yorug' qozonning ichi. Yop-yorug' bo'lib turibdi. E'tibor berasiz. Mana shunday mana. Hozir zonting ichini yoqaman.
Maşallah. Xullas kalom maza bo'ldi. Maza qilib onaxonlarimiz, opaxonlarimiz, kelinlarimiz juda rohatlanib ovqat qiladigan joy bo'ldi. Sezmaydi daji boru. Nima ovqat qilyapti? Nima deydi? O'tini qaytda, yonishi qaytda hech nimani sezmaydi. Maza qilib soladi, qo'g'iradi, soladi, qo'g'iradi. Go'zal. Ana bitta shifonni ko'rsataman. Mana shundoq bo'lib chiqdi. Maşallah. Xo'p, qadrdon, inshaalloh bu yilga zakazimiz to'ldi. Keyingi yildan endi yanvardan boshlaymiz. Mana g'uvullagan ventilyatorlarni o'rnatdik. Ventilyatorlarimiz ham ishlab turibdi. Oh. Oy. Salgin ovozi balandroq ekan lekin ventilyatorimizni. Lekin nechaga? Ana shu holat. Xo'p, bu yilga zakazimiz to'ldi qadrdon, inshaalloh. Keyingi yil shu yanvarlardan yoki fevraldan boshlaymiz zakaz olishni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh. Albatta siznikida ko'rishaylik. O'zingizni ehtiyot qiling. Aytgancham sinov jarayonini bitta qilaylik. Shuni e'tiborga olmayapmiz. Esda yo'q deydi-yu. Shoshgandan to'g'risi shoshyapmiz. Uyga ham borish kerak. Ota-ona, bola-chaqa deganday. Lekin rostdan juda bir bomba chiqdi. Oyog'ing bilan bosgin shuni. Xo'p, mana qadrdonim. Super prisos o'choqlar. Bu toshga mana shunaqa tortadigani bo'lish kerak-da. Shunaqa tortadigani bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi, ha. O'rtadagimiz 30 litrlik chugunli qozonimiz. Maşallah. Prisos holatda. Bunaqa ichiga olib kirib qo'yib, yo bunaqa qilib qo'yib tortqizmaymiz. Ko'ryapsizlar mana. Mana shunchadan tortib ketyapti. Saholat. Keyingisi. Mana shu darajada. Gaz yonib turibdi. Qarang, qadrdon. Hey. Maşallah, bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh panohida bo'ling. Siznikida ko'rishaylik inshaalloh. Salomat bo'ling.